Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. Qandarak avalını bilen tudağılıma. Ben qerindişanlar nebice Allah. Bugün yeni bir programma işleşini layık tapdım. Yine bugün muşu 15 gün içindeki Xitayda qandaq bir çoğun şekildeki çoğun haberler oldu. Bunu yığınçaqlap bir neçe türge arıp her birileri bilen ortaklaşmakçı. 2019 yılı kirişlerden tan Xitayning Qanxur reisi Xi birinci ayının 4. günü bir nutuk qildi. Televizorda hammalar ko'rdinglar buni. Onun da so'zlashida asoslanmış Tayvanga qarshi so'zlangan nutqi, onun da Tayvanni mushu yana so'zining oxirida dediki qurolliq hujumdan saqlanmaydiganligini. Xitoyni umaydi ama nima qilib kelib qolsa, navbat kelib qolsa, biz yana Tayvanga qurolliq hujum ishlatishdan yanmaymiz degan nuqtani qilib, bu yana xalqarada yana g'ulg'ula qo'zildi. Shu kunlam Tayvanning prezidenti ayol chiqib bunga qarshi Si Jinpingning bu gibi qarshi raddiya berdi. Ya'ni Tayvanning bir davlatda ikki xil tuzum bo'lgan nima siyosatni qabul qilmaydiganligini, 92-yili kelishgan u moddasiga amal qilmaydiganligini, e'tirof qilmaydiganligini qayd qilib o'tdi. Shuni bilan birga buningda Si Jinpingningki Qanxur Si Jinpingning ketkizib qo'ygan shu gapda xatolashib ketganligi sababdan bu qitimqi nimada Tayvanningki prezidenti nihoyatda nimani vaqtni ching tutib fursatni. Shuni bilan uning qarta bir shaklda raddiya bergan bo'ldi. Ham buningda Tayvan xalqining Tayvan prezidentining bu gapini nihoyatda yoqlab, nihoyatda ovoz nimada yaqinda o'tkazilgan Tayvan saylimida o'tgan yilgi rayonlararo Tayvan nimasida uning partiyasi, hozir prezidentning partiyasi bitirib o'tgandi. Kuomintang partiyasi ustunlik egallagan dedi. Ama yanılam Türkiye prezidentine vaqtlaşmağıçqa bu prezident ayol bunun qarta özünün sözüne namoyon qilgandan keyin nihoyat yaxshi shaklda Tayvan xalqining qo'llashiga erishgan bo'ldi. Demak, bu masalada Xitoy yana bir qatim o'zining kuchini ko'rsatib, yana harbiy holat qo'llanganligini yana teri taraqshitgandi, ama bu teri taraqshishi xalqaroning besim va Tayvan xalqining qarshiligi bilan nihoyatda Xitoy passiv holatga tushib qoldi. Demak, bu birinchi ayning 5'idagi bir kun tartibga kelgan bir xabar. Ondan keyin birinchi ayning 7. kuni yangi yil bu nimada tugagandan keyin Amerika bilan Xitoyning savdo jangininki 3 oy to'xtatilgan emas, 3. ayning 2. kunigacha. Şu 3 ay içinde bular yana özara söhbət ötküzüldüğün Amerika 7 türlük şart koygan, bu şartni çoxum uğurlaş toğırlıq Xitayga nemi bergenti. Şu an bular özara yuqori derejelikler emas, tüven derejelikler rehberler otursu söhbət Beyjing'de elip verildi. Birinci ayın 7. gündün 10. günü şu deyme. Ama bu soğudu nemesi de mi? Hiçbir ilgilileşlerinin bulunmalığı. Fakat yezigilik türleri boyunca azırak bir şekilde bir neçe noktalarda ilgileş bolsunma, lekin umumi jihatdan passiv holatda bo'lganligini, ikkinchi qatimliqniki qayerda, qaysi vaqtda Amerikada bo'lishi aniqki, ammo vaqti nimalarning aniq belgilanmaganligi bu so'zlab o'tildi. Ya'ni nihoyat bir passiv shaklda bir ilgililesh bo'lmagan, yana 3 oy degan vaqt 90 kun oz qolayotgan, yerimdan ko'proq tugidi hozir. 3. ayın 2. günü eğer kelişilmese 10% bajının üstüge yana 25%'ni qo'ydiganligini Trump e'lon qilgandi. Şoňa hem de bu Xitoyning yezilik jihatda balkim Amerikaning purchaqini uni jiqroq digvar qilganligi o'tirdi. Ama onundaki o digvar qilishimi ba'zi bir şekildeki uyarlarımı
Amerika hökümetine biraz qayıl qılanmayatqanlığı. Amerikanın ən çın turuyatqan noktası bular şu patent hukukunu qoğdaş. Nimenin eserlerinin patent hukukunu so'du məxfiyyətdiki. Anandaki karxanlarning, Xitoydagi karxanlarni so'du nimani ichidagi məxfiyyətlik nima oshkorlashni buningga shart qo'ydiganligi, buni oshkorlamaslik, qistaslikqa bo'lmaydiganligi to'g'riliq. Bu ikki nuqtada kelishilmayotganligi va bu nuqtani Amerikaning chon tutayotganligi o'ttirdi. Hamda buningdan keyingi kunlarda qanday ahvollar yuz beradi, qanday bo'ladi, uni yana kuzatishimizga to'g'ri keladi. 11 islah bo'lgan bir cho'ng voqea Xitoyning Jiangsuda keng ko'lamli namoyish bo'ldi. Bu namoyish yani saxta vaksinaninki sabablik ata-onalarninki shu turishli Xitoy fuqarolarining ata-onalarninki 20 mingdan ortiq bolaga urilgan saxta vaksinaning ba'zilarining vaqti o'tib ketganligi to'g'riliq buningga qarshilik ko'rsatib namoyish bo'lganligini, shu namoyish maydoniga kelgan noillikmi hokimini arg'ilib olib uyg'ondan keyin shuni bilan bu namoyish ko'lami cho'ngayib ketib, nurg'un askarlarni atrofdan kelib bostirganligi, tutqun qilganligi, nurg'un xalqni urib yaralaganligi o'tirdi xabarlarda ko'ryapmiz. Demak, nima deganda Xitoy tajovuzlarining shu saxta vaksina voqeasimi yana kun tartibida bo'layotganligi o'tirdi qarindoshlar. Demak, ichki vaziyatni bunday davolg'ush shaklida Xitoyning fuqarolari mayli hozir iqtisodining chekinishi olsun, shu kichik karxanalarning taqilishi, vayron bo'lishi, uy mulkchilikning tuan holatga tushishi, pay chekining tushishi, Xitoy fuqarolarining noroziligini qo'zg'ab kelayotgan, ko'rib turayotgandek sizlar har qaysi noilalarda ishsizlikning ko'payishi bilan buningdan keyin Xitoyning chag'indan keyingi chag'inning oldida hozir bular to'xtaydi. Shu 15 kun qolgandilar. Bütün ishlab chiqarishni to'xtatib, bu chag'inga tayyorlik qildi. Keyin yana 5-6 chag'ini, undan keyin yana 15 kundan keyin bu ishga chiqdi. Aldi keyin 1 oy jarayonda bu Xitoylar asosiy korxonalar muddam oladi. Qaytadiganlar qaytib, chag'ini o'tkazadi. Undan keyingi ahvolda ish o'rni bo'lsa bora, ish o'rni bo'lmasa qanday bor. Uning ustiga Xitoyning chag'ini o'tkazish uchun qaytadigan ishlamchilarga zavod korxonalarning qo'lida pul yo'q. Berilmayotgan ahvollarning bunday o'ttirligi chiqib turadi. Endi bundan keyingi inshaalloh biz 3-oydan boshlab Xitoyning ishsizlik nisbatining ko'rinarli ishlayotganligini va bu ishsizlikdan kelib chiqqan ba'zi ahvollarni buningga shohid bo'lamiz. Andan keyin eng yangi xabar tuniga yana 14-islar bir deymiz bomba portlagandek bir xabar bo'ldi. Ya'ni Xitoyda zar etkisligi gumoni bilan tutilgan Kanada fuqarosining o'limga hukm qilganligi. Chunki sudda Xitoyning Dalianda tutilgan ekan bu Kanada fuqarosi bir 36 yoshli bir bola. O bola shu yerga berib Xitoyning deganida o'tgan yildagi gap ekan bu. Xitoyning bir zar etkisligi bilan hamkorlashib bir Avstraliyaga bir zar yutganida 5 kilo 3 kilo zarni heroin o'xshaydi. Uni bir mashinaning chog'iga tiqib bir yerga ko'tarib menayotganda bir tutilib bu bolani Xitoyning birinchi sudida 15 yillik kesibdiki. Keyin u bola 15 yilga qoyil olmay sungandan keyin Xitoy undan keyin 12-oyda Huawei nimasi bo'ldi emasmi? Undan keyin bu fursat bilib buni qayta qarab chiqishda bu bolani qayta ikkinchi qitimli hukmda bu bolani o'lim jazosiga hukm qilayotgan. Tunyangi suddagi hukmda o'lim jazosi hamda bu bola. O'lim jazosi bo'lgandan keyin shuni Kanadaning prezidenti darhol inkos bildirdi. Bütün dunyodagi xabarlarda Xitoyning o'lim jazosiga bir chet el fuqarosini hukm qilganligi to'g'riliq. Ham Xitoyliklar tabii o'ch oladigan millatchi bu. Bu millatni tushunish kerak aslida.
Endi ma xalqaradagi, Yevropa, bu Amerika, Kanadadagi dövlətlər Xitayning asl nimasini tushunmay, bu millatni asl tegidan tushunmagachga buni o'ziga o'xshash davlat deb o'ziga o'xshash shaklda muomala qiladi ekanda. Muomala qilgandan keyin unga bu Xitoyniki qanday o'chmanlik, qanday o'ch saqlaydiganligini, qanday shaklda ushuqlik qildiganligini, qanday muthamlik qildiganligini tushunmagachga bular qonun deb Huawei'ning moliya ministrimi, bosh ministrini Kanadadagi turayotgan ayolni uni tutib Meng Wanzhou degan Xitoyni tutib uni bir nimaga kapolat qo'yib berdigan nurg'un pulu yo putlarga yiroq ketolmaydigan alqilni selib bo'yu uyga nazar astiga chiqdi. Turayotgan Kanadaning Xitoyni hamda Huawei'nikini jasuslik ishlar bilan shug'ullanganligi uni pash bo'lgandan keyin Kanada hukumati qonun bo'yicha uni nimaga elib nazarband ostiga elib tekshirilyotdi. Endi Amerika uni Amerikaga akilishga talab qildi. Chunki Amerikaning qo'lida uni akiladigan dalil isbotlar bo'lganligi uchun. Ammo Xitoy bu Xitoyning eng cho'ng chet eldagi yani dunyoga eksport qilayotgan jasuslik cho'ng shirkati hamda Huawei, Junshin bilan Huawei'ning mollarini Amerika o'tgan oyda olmaslik, ya'ni bunikini ishlatmaslik, ana keyindan bu Amerikadagi korxonalarning Huawei va Junshinning uskunalarini ishlatmaslik to'g'risida nima chiqadi. Butun dunyoda ham Huawei'ning jasuslik mollari deb yaqinda bu Polshadagi tijorat direktorini Xitoyning Huawei'niki qo'lga oldi Polsha. Uningdiki o'g'li bo'ldi. Demak, bu şekilde bulayotganda Xitoyning bu Kanada fuqarosi 36 yoshlik o'chilish xarakterlik ya'ni Kanada xalqi va prezidentiga besim qilib qanday qilsa mana senga mening biradimim desang sen mana buni bunda qonuniy shaklda biznikida qonun bor degan shaklda o'lim hukm qilganligi o'ttirib chiqdi. Demak nima deganda Xitoy bu millatni qanday deganda bu Xitoyning tabiatida bir narsaga yomon qattiq o'chmanligi bor. Anandan keyin mandaq mana g'arb davlatlarida g'araj quruch emas, paloq puluq qilib urib yoki uni qibroq qilib manda shiddat qilmaydi. Bu asosda shaharda toshqon qo'yilgandek shaklida unutib etmay, anandan keyin unutib qolma, shuni pidolab, shuni qanday joylayman, shu shaklda timsiqlab yurib, bir yerdan ilvos ashyadan ko'lab kirib, shuni vayron qilib yetadigan, ayında odimiylik yo'q, insof yo'q, vijdon yo'q, qanday bir millat bu. Şoň bizge Uygurlygymyz kılavatgan nimiside bäzi xarakterlikde bu gepni dep ötüş dogry keldi. Bäziler diýdi, "Oy bu Xitoynyň kully kural bar, birdemde etip tüýtüýtäleydi Uygurlarny." Togra, etip tüýtüýtäleydi. Xitoy Uygurlarny iştik bastyryp tüýtmeslikde manda bir psixik bar. Hemmeňler köýgüdiňler hele haýwanlarny kyjnap, öldürüp ýeýdi bular. Mesela tirik soýgan haýwanlaryny, öýe haýwanlaryny köýdiňler, kallaryny tirik tozup ütlep ültägini köýdiňler, jylanny gyzyk qaynak su kazangy selip ültägini köýdiňler. Nimiş hadaganda bu aşyndak haýwanlaryň kyjlanyşydan huzur aldygan bir millet ço ma o. Adamnyň şu, adamnyň kyjlanyşydan huzurunda bir kyjlanganda iç agyrtyş ýok, bunda huzur banda. Nime digen güzel, ajap ýaxşy huzurlandym dep mındak bir humaryna basadygan mındak şekildeki bir halaty bar, psixikasy bar milletniň ço. Şoňa biz Uygurlaryny qanday kılywady diseňler, ýyly zärlik, xroýum nime bilen, Eýdis ýüreği bilen jukumlandyryp kynawatdy qarandaşlar. Anadaki her xil şekilde kıynaş türleri bilen kynawatdy. Aýna jaza lagerynyň 3 tür ikeligini bildik. Birinji basgyçda, ikinji basgyç, üçünji basgyç, üçünji basgyçda en tabi hattoki işki azalaryna tirik toguzup eliş degende bunda adamny mes kılıp alganda tirik algan işki organlarynyň saplygy nimesi ýaxşy bolup etkende. Onu qanday kılıp etkende salam meňine aşaňa bizmigi kysyp qoýup turup onu wagny hüjümma ýatgan nimeke o kysyp qoýup turup aşynyň şaryk bilen gangdar diýmiz. Çoň şaryk bilen bisim bilen urdy eken meňige, mындай kysyp qoýmagy ufgandyki meňe mes bolup ekende.
Onu hiç mi duymaydigan mesele tuğan diken. Ama tendi can ba ama meni diken her kara azalarını işleştirmiş toplamda aytavır. Bir şekilde bir KPI kelgen onun diken azalarını ilip aladı. Muştak ili şekildeki muştak şekillerden diken kıynap koyup hele kız ayallarımızın yalan açık bir resimge tatışı, anın dinkin her xil şekilde kıynişı, ulağına aşında hele insan çıdıksız mesela öttürüp öyle guvaçlar şahitler ülülü için şunda arzu kılıp gittik ama ülü olamadık aşındak şekilde ülülü için arzu kılıp ama ülü olamadık adamın altıdın aktayla gundupayla huzurluğun gepkende huzurluğun ha vah acayip bir kıyım oldu. Şunu biz de anda şekilde kıynaş şekilde kılavatı. Yani bunu halklar bilen geçiyor vay bu eğer kılgan bolsa bu sunniyatik musulmanlığını sirip kılıp etkende kaç da kırıp etse çıkıp edevesi bulup az kalga ama aktayla kılmayız. Neçe milyonluk kamuda tutdu asta bir bölük gübülep bula. Yani iştikali verse xumarı besikmaydı birisi. Yani birisi halkıranın iştiklam nimisiga besim uçurap ketdi. Şoň üçin iştik uçurmaslyk üçin qanday qıldy degende azyrky okşaş ýagalarny, lagerlarny keşip qılıp, anandyky aşaga hüner kesipini goýgandygynda ügetkende köýünüşni köstüp goýup durup bu şekilde hareketlerini elip birip ana üzgü maýil döletine girip bir aldaýdy anandyky ätügün aýanyňky alany kartda inkasy garaýdy halkyrany üçin bu inkas nime dep inkas berdi. Bunyň imkandygy kaýsy noktadan baýkap kaldy şu noktany buda kelgende kanda aldaýmyz digen noktalarını ruslap men üçin evvel üzgü maýil edemler geldi. Onu bir iş güç ahbaratly berdi. Anandyky bizning inkasymyz kandy. Bunyň biz kanda tepki berdik. Halkyranyň kanda bu ýalganlygyny kanda paşgaladygan bir närseni diýerdik. Onun kartanyň dikinço täýärlik kılıp buda kirdigalany bu da resmi bu. Birleşik Milletler Teşkilatı kildigaly uly kanda alaýmyz, uny kanda güçlü buýaýmyz, kaýada çandırıp koyduk bunu, çandırmaslyk üçin nimiş kılymyz diýen närseni täklip kılış üçin ýavaş-ýavaş bir aciz edemden başlap ekirip kılmadyk. Şoň üçin biz bu şekildeki närslerge bunu kanda paş kılışga, bunu kanda içip taşlaş üçin aýdy maýar boluşmamız. Eger aşu biz telewizorga çykkanlygyň içinde kaýsyny hökümet hadymy ekenligini kaýsymyz bilip alalsak, ma tüpki edem hökümetniň hadymy, ma palan ýerde işleýän adam ýa-ki pakany Ali Komitetining ýa-ki Pugonyanın kvadraty diýelisek, mäýli közenetlik baldyň gumanlanyma aşu çokum hökümetniň hadymy edip. Xitayça ýaşy sözgem üçüncüsü. Vay biz üzümüz geldi, üzümüz oy kıldık degende men çokum aşu nimenin edeme dep nima kılma. O normal nime edemez. Anada bir xil tabiilik bar. İki bala vallahi bir kız bir oğlan onu da biraz çandırıp koýarlyk bar. Demek nima degende aşykysy belki korkutuş bilen nima kılıngan bir asas katlamdan çıkan bir adam boluşy mümkin. Agoy resmi bir şekilde terbiýelengen insanlar ekenligi. Demek aşağıdaki ziyaret kılgan adamın salahyetini aşkarladık desek mi biz wagtyda şu Xitayga bir besim bereligen bolumyz dep oýlaýman. Şoň üçin garindaşlar bizlerning qanday şekilde zulümge uçrap atganlygymyz, qanday şekilde buladygyny bunymy oýlaşyp duruşymyz gerek. Hem de ýokurda men özümniň retligini boýunça muş 2 hepde içinde Xitayda bolup ötken çoň habarlarny, çoň ahwallarny, wakaliklarny tertip boýunça özümniň tiliga aýlandyryp erweli bilen ortaklaşdyrym. Ahyrda diýdiginim muşu musulman döwletlerge Xitaylarning milini baýkut kılışını talep kılsak, naýat ýaxşy boldy. Baýkut kılışma Facebook we başga ijtimoiy uçur wasitlaryny naýat tartip bilýardy. Biz bu baýkut kılışny Xitay maýlylaryny baýkut kılışny bir hyzmatimizning bir tertibiga alsak, bulup musulman döwletlerden Xitay mallaryny eksport kıldygan döwletler naýat köp. Meýle terakki kılıp atgan bolsun döwletler, meýle Orta Şerqdäki döwletler bolsun naýat köp derejede Xitaynyň mallaryny eksport kıldy. Onuň üçin biz bu döwletlerge şu bir döwletniň milini amma desek kaýsynyňky almaz ýa-ni birikini kösteljimiz gerek şu. Onuň üçin muşu Bangladeş diýdiňimiz Bangladeshniki mallarynyň ýaxşylygyny, muşu ýerdäki döwletlerniňki mallaryny istemal kılsak ýaxşy boldyganlygyny şekildikine köstetgeç bunu tergip kılgaç hem Xitaynyň mallarynyň çoğu mesela Huawei Zhongxinga okşaş bu çoň karxanalarynyň jasuslyk şekilde edim kılıp atganlygyny. Ana kene ýakynda Russiýa we başga döwletlerden çykdy. Elik aýagynyň içindeki mundaqylyk bir diýmez, şimpiýan dedi Xitayça. Ma o bir
edemning yurkiga iniq ta'sir qiladigan bir şekildeki narsalarning. Yana birisi mayka kiyimlarning ichidan chiqdi, mayma markalarda nereden ishlab chiqadi deganning orsidagi nimaning ichidan nimaga ziyonli narsalarniki, telefonlarniki batareyasining ichidan tinchug'ishning borligi. Shunga o'xshagan narsalarni biz misol qilib turib, mushtaq videolarni ko'rishtirib turib, Xitoyning mollarining nihoyatda gerçi azon va bu şekilde bo'lib qolmay, insonlarning hayati bexatarlikka tehdit qiladigan va yoki shu bevosita ziyon soladigan ahvollarning mavjudligini chiqish nuqtasi qilib turib, mushuni anglata olsak, mushuni targ'ib qilsak, mushuni tashviq qilsak, nihoyat yaxshi bo'ladi deb qarayman. Bugun vaqt munosabati bilan mushunchalik suhbatlashsak qarindoshlar, gapimning to'g'ri shakldagi yerlarini qabul qilib, xato yerlar bo'lsa kelib qolsa, agar programmamizni yoqtirsanglar bosh barmoqlarni chiqishini programmamizga, ya'ni mushu kanalimizga obuna bo'lishni unutmasligingizni, yaxshi ko'rgan bo'lsangiz boshqa qarindoshlarga, boshqa o'zingizning ijtimoiy uchur vositalarga tarqatib qo'yishingizni umid qilaman. Oxiri solih duoda yordishingizni ham sizlardan rasmiy shaklda bir so'rayman. Hamon Janob Allohga topshirib, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.